telefon qilganinglarni o'ziga mana shunaqangi sovg'alar. Men sizlarga javob beraman bu temada. Assalomu alaykum aziz go'zal opa singillar. Ayniqsa men ayollar uchun bu narsani tavsiya qilaman. Bilasizlar, meni eng sevgan kompaniya Rabatlin. Mana Plisosda turdi, ya'ni eng dodasi deyshadi, nomeradini Rabatlin. Yana biza mana oldik yangi. Chunki haqiqatda xizmatni zo'rini qiladi. Rahmim ham kelib ketadi bir xil payt. Gap yo'q deb, buni 10 ta funksiyasi bor. Divan kreslolarni ham kelinlarim shunaqa chiroyli qilib anaqa yuvishadi. Har taraflama haqiqatan gap bo'lishi mumkin emas. Bu kechqurun yoqib qo'yib, nima hidlardan qo'yib qo'yib, shunda nima qilsangiz havolani shunaqa tozalash nimalargacha egadi. O'shaning uchun men bitta narsani sizlarga aytib qo'ymoqchiman, hurmatli kelinlarimiz, qizlarimiz, opa singillarimiz. Rabatlinga yetadigani yo'q. Uni hamma o'zi yaxshi biladi. Shunaqa zo'r возможность qaranglar. Meni nomimdan chiqsanglar, просто telefon qilsanglar ham Dilfuza opa nomidan. Telefon qilganinglarni o'ziga mana shunaqangi sovg'alar. Men sizlarga javob beraman bu temada. Keyin yana agar olsanglar $100 ortiq sizlarga sovg'ani ham berishadi. O'zimga ham berishdi. Rabatlin deb, o'shaning uchun sizlarga tavsiya qilaman, azizlarim.